Assalomu alaykum, Maqsud Shavkatovich. Varikoselli operatsiyasidan qancha vaqt o'tib sport bilan shug'ullansam bo'ladi? Assalomu alaykum. Ko'pchilik bemorlarimizdan keladigan savol. Agarda shifokor standart bo'yicha ijobiy jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bo'lsa, sport bilan shug'ullanish varikoselli kasalligini qaytalanishiga sabab bo'la olmaydi. Jarrohlik amaliyotidan keyingi yaranidagi bo'ladigan asoratlar kuzatilmasligi uchun 1,5-2 oygacha sport bilan shug'ullanishni cheklab turiladi. Endi shu bilan birga ko'pchilik bemorlarimizdan keladigan savol, varikoselli jarrohlik amaliyotidan keyin qancha vaqtdan keyin urug' topshirsam yoki qancha vaqtdan keyin jinsiy hayot boshlasam bo'ladi deb so'rashadi. Varikoselli jarrohlik amaliyotidan keyin bir spermatogenetik sikl, ya'ni 72-90 kundan keyin urug' topshirishni tavsiya qilamiz. Jinsiy aloqa bo'yicha jarrohlik amaliyotidan keyingi yara bitib, ya'ni 10, 12, 14 kundan keyin bemalol to'liq jinsiy hayotni boshlasa bo'ladi. Uramax Med Center bizning vazifamiz va bizning maqsadimiz sizning sog'lig'ingiz.